Do'stlar, hozir biz Mindanobodda yangi asr mahalla fuqarolar yig'inidan sizlarga 156 kvadratlik dom ko'rsataman. 76-dom 3-xonadon bo'ladi. Shundoq eshigidan kirib kelganimizda o'ng qo'lda bitta chiroyli shkaf uchun joy, chiroyli uyimiz korobka olingan va uy polni to'liq barcha jihozlari jihozlangan. Mebellar qoladi. Bu yerda bitta katta spalni xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda alohida hammom, chiroyli qo'l yuvgichlari bilan birga. Bu yerimiz oshxona, bu yerga esa alohida hojatxona. Bu birinchi etajning mana bu ikkinchi mehmonxonasi bilan yakunlanadi. Bu yerda 3-xona, 3 xonalik bo'lgan. 3 xonalikka bu yerga tapchan qilinib, pastga esa bu yoqqa zina bilan pastga tushib ketilgan. Judayam chiroyli mana bunaqangi uylarimizni, zinalarimizni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda juda ham chiroyli qandil osilgan. Juda go'zal. Pastda mana bunday mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamiz mebellarni olib ketamiz deyishdi. Pastda bitta kuxna, tepada kuxnani ko'rdinglar. Bu ikkinchi kuxna, juda ham katta, chiroyli. Devorlar, pardalar, patologga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Qandil patologimiz. Bu yerda kolonkalar va televizor va dam olish joyi. Bu yerda ham bir kladovka, kichkinagina bir joy. Bu yerda sanuzel deymiz, yana o'sha ikkinchi hojatxona past uchun, podval uchun, mehmonxona uchun, mehmonlar uchun. Bu yerda mehmonlar o'tirish uchun joylar, mana bunday chiroyli mehmonxona. Bu yerda esa yana bir tashqariga chiqish uchun joy. Ya'ni hoppa. Bo'la qol. Necha marta mana bu yerdan ham yana o'sha hoppa bunday qilib qo'yay. Tashqariga chiqish, ya'ni zinadan tashqariga chiqish. Bu yerda pastdagi mehmonxona uchun derazalardan yorug'lik tushishi juda ham yetarli, juda ham ko'p. Bu yerda ham bor deraza, naryoqda ham bor deraza. Bu yerda qandillarga va patologga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham arzon so'rashyapti ushbu uyga va narxlari va ma'lumotlarni hozir sizlarga beraman. Uyni bir qator ko'rib chiqdik sizlar bilan birga. Bu uyning jihozlanishi juda ham qimmat va chiroyli va did bilan qilingan albatta. Va bu uyimizning hozir tepada ikkita spalni, pastdagi mehmonlarni kutib olish xonalari bilan jami bo'lib 156 kvadrat. Odamlar mana yashab turgan holatda juda ham chiroyli. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham ikkinchi o'sha boya aytgan oshxonamiz ham, hamma narsasi to'liq chiroyli. Va bu uyga siz shunchaki kirib yashaydigan holatda mebellarni olamiz deyishdi, mebellarni olib ketishadi va bu uyga mana shu 156 kvadratga juda ham arzon narx so'rashyapti. Bor yo'g'i 65 ming, kami bor va pastdagi mehmonxonaga dokumentatsiyasi mana shu uyga qo'shib hisoblangan, uyga qo'shib qilingan. Ya'ni proyektdan haligi o'zboshimchalik bilan egallab olingan degan narsa umuman yo'q. Ya'ni quruvchi tomonlama, quruvchi o'zi ana shu pastdagi kvadratda ham mana shu uyning hujjatiga qo'shib dokumentalni oldi sotdi bo'lgan deyishdi egalari. Va agar 45 ming bo'ladigan bo'lsa 20 ming dollarlik kredit ham imkoniyati bor ekan va oylik to'lovi mana shu 156 kvadratga 4 million 900 ming so'm atrofida ekan. Agar yo'q 65 ming dollar naqd bo'ladigan bo'lsa 156 kvadratga 65 ming, men sizlarga aytsam 500 dollardan ham to'g'ri kelmayapti. O'zi aslida kalkulyatorga solganda ham to'g'ri kelmayapti 156 kvadratga. Mana shu uyni 65 mingdan ozgina tushib berishar ekan. Kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqaverasizlar telefon qilib va bu uy menga shaxsan yoqdi. Hamma narsasi did bilan, farosat bilan qilingan va haligi nima deydi, chin ko'ngildan o'zlari uchun tayyorlab, endi nima maqsad sotishayotganini o'zim bilmayman. Xudo xohlasa o'zinglar qolganini gaplashib, kelishib olasizlar. Barter qilasizlar. Barter ham qilsam bo'ladimi? Barter qilsa bo'ladi. Pullar yetmasa kutib turamiz. Pullar yetmasa kutib turasizlar, barter imkoniyati bor. Variant qilib bersa ham bo'ladi. Yetmagan puliga ozgina qancha vaqtgacha? 6 oygacha? 6 oy, 1 yilgacha barter qilishimiz mumkin. 6 oy, 1 yilgacha barter qilishimiz mumkin. O'zinglar eshitdinglar, uy egalaridan mana shu ma'lumotlar. Telefonlashasizlar, aloqalashasizlar, gaplashamiz.